Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi pensiyaga chiqqan doktor Gulshan Abbosning quruq tuhmatlar bilan qo'lga olinganligining 5-yillik munosabati bilan 11-sentabr kuni maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoyning xohlagancha tutqun qilish qilmishini qattiq ayiblash bilan birga Qurultayning har zaman doktor Gulshan Abbosning Amerikadagi singlisi Roshan Abbos va barliq oila tavobatlariga bo'lgan qo'llashini qat'iy davomlashtirganligini bildirdi va Xitoydan doktor Gulshan Abbosni shartsiz holda qo'yib berishni talab qildi. Bayonotda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Iso apandi mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy hokimiyati bizning vatandagi urug' tuqqanlarimizni go'riga olish orqali biz chet ellardagi Uyg'urlarni singdirishga va ovozimizni bo'g'ishga urinib kelyotdi. Chet ellardagi Uyg'urlar hatto Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini tilga olishdimi nihoyat zo'r bedellarni to'layotdi. 2018-yili 9-oyning 11-kuni Urumchi soqchi doiralari hech bir sababsizla doktor Gulshan Abbosni qo'lga olib lagerga qamagan. 2019-yili 3-oyda uni terrorist tashkilotga qatnashgan, terror harakatlarga yordam bergan, jamiyat amonligiga og'ir darajada xavf yetkazgan degandek bir yurish tuhmatlar bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Uningdan boshqa yana 11-sentabr kuni Amerikaning Xitoy turishliq bosh elchisi Nicholas Burns Twitterda uchur yo'llab Xitoy hokimiyatini Gulshan Abbos va uningdan boshqa barliq tutqunlarni qo'yib berishga chaqirgan edi. BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Türk 11-sentabr Janvada boshlangan BDT kishilik huquq kengashi 54-navbatlik yig'inining ichilish marosimida qilgan so'zida Xitoy va Uyg'ur masalasini tilga olganda qo'llangan yumshoq talaffuzi Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining noroziligini qo'zg'agan edi. BDTning to'r betida berilgan to'liq tekstda ko'rsatilishicha, Volker Türk bayonotda Xitoyni nomrodlikni tugatishda zo'rliqlarni qo'lga keltirdi deb alayda ta'riflagan. Sharq Turkiston haqida bo'lsa, oddiylik qilib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi kishilik huquq dafsanchiligidan hilam andish qilyapmiz deyish bilan ko'paylangan. Uyg'urlar yoki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi degandek atalg'unimi ishlatmagan. Ammo alayda qilib kishilik huquq faoliyatchilari davomli tutqun qilinmoqda deb ko'rsatgan. Volker Türkning kishilik huquq haqidagi maxsus yig'inda kishilik huquqni eng og'ir dafsan qilayotgan, shuningdek irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb ayblanayotgan qabihliklarni sodir qilayotgan Xitoyni yumshoqqina noqib qo'yish shaklida tanqidlashi har sohaning kuchli noroziligini qo'zg'adi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining sobiq direktori Kenis Ross bu bayonotni ayblab, Volker Türk qarab turibla Xitoyning Xinjiangdagi insoniyat qarshi jinoyatlarini ayblashdek fursatni yana bir qatim qo'ldan berib qo'ydi dedi. Uning Twitterda e'lon qilgan uchuri minglagan kishilarning olqishi va yoqtirishiga erishdi. Ma'lum bo'lishicha, Volker Türk yangidan xizmatga tushganda ba'zilar uning haqqoniyatini yoqlashdan zo'r umidlarni kutgan, ammo keyingi reallik bu xil umidlarning asossiz bo'lib chiqqanligini ko'rsatgan. Fransiya agentligi muxbirlari bu yil 7-oyda Qashqar qilgan ziyorat asosida xabar e'lon qildi. Uzun bir mezgildan keyin Sharq Turkistonni mustaqil ziyorat qila olgan chet el muxbirlarining tekshirish asosida tayyorlangan bu xabar kuchli diqqatga erishdi. Fransiya agentligining deyishicha, ular rayondagi zo'r ko'lamli tutqunda g'oyib qilib o'tilgan Uyg'urlarning oqibatining nima bo'lganligini bilish maqsadida Yakan naysdagi 4 yezga borgan. Bu yezlar tadqiqotchi Adrian Chensning Xitoyning oshkorlanib ketgan hukumat hujjatlariga asosan ishlagan tadqiqot dokladida tutqun qilinganlarning nisbati bir qadar zo'r bo'lgan yezlar bo'lib, uningda yana tutqunlarning uy adreslari o'rin olgan. Muxbirlar bu adreslarga asosan tutqunlarning turalg'i adreslariga borganda nurg'un uylarning yanada quluplanib turganligini, uylarning tashlandiq bo'lib ketganligini, ko'chalarning bo'shligini ko'rgan. Fransiya agentligining bu ziyorati Xitoy hukumatı Sharq Turkistonga munosabatli tashviqot harakatlarini kuchaytirib, o'ziga moyil davlatlar vakillarini, Islom hamkorlik tashkiloti qatorliq organlar vakillarini rayonda ziyorat qildirib, Amerika qatorliq g'arb demokratik davlatlar hukumatlari va parlamentlar tomonidan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatda belgilangan siyosatlarning yo'qligini ilgari surayotgan va hatto ba'zi xabarlarda Sharq Turkistonda lagerdan iborat keng ko'lamli tutqun oyoqlashganligi ilgari surilayotgan mezgilga to'g'ri kelgan bo'lg'achqa kuchli diqqat qo'zg'adi. Fransiya agentligi muxbirlari ziyoratida Xinjiang soqchi hujjatlari nomli tutqunlar tizimligida yer olgan Abduqahar Abaydullah va uning oilasining izderkini qilib beqish uchun Yakanning Boston yesiga borgan bo'lsa-mu, uning izderkini qila olmagan. Muxbirlar u yerda bir to'p payloqchilarning parakanchilikka uchirgan bo'lib, qo'llarida gurjak to'qmoq ko'tarib olgan bu kishilar muxbirlarni ketishga qistig'an. Ular yana muxbirlarning kent hukumat ishxonasiga berib ulardan savol so'rashiga yo'l qo'ymagan. Muxbirlar Yakanda tutqun eng og'ir bo'lgan boshqa 3 yezni ziyorat qilgandimi o'xshash manzarga duch kelgan. Muxbirlar nurg'un uylarning quluplangan, tashlandiq holatda turganligini ko'rgan. Bu yerdami ularning keyniga 5 avtomobil va 10 yaqin puxroch kiyingan soqchi kirib olgan.
Ular muxbirlarning aholilar bilan paranglashishning oldini olish uchun ko'chadagi kishilarni uylariga kirib ketishga buyurgan. Xabarda deyilishicha, payloqchilar orasidagi biri Aralning partkom sekretari bo'lib, muxbirlar uningdan savol so'ramoqchi bo'lganda bu kishi darhol motosiklet bilan qochib ketgan. Fransiya agentligi xabarda Xitoy hukumatı doim chet ellik muxbirlarning Şinjandan xabar berishni qarshi olamiz desimi, amaliyotda aksicha bo'lganligini ta'kidlagan. Fransiya agentligi muxbirlari yakanki ziyoratida dokladlarda qayd qilingan jami 26 tutib turish o'rniga borgan va ularning oz deganda 10ning hilam uchiqligini ko'rgan. Ular yana yakanda bexatarlik kamerasi o'rnatilgan tikan simliq egiz tomlar bilan qo'rshalgan bexatarlik tadbiri yuqori lagerlarni bayqagan. Muxbirlar qumliqning o'tirisiga joylashgan va lagerga o'xshaydigan bir markazni ko'rib, uning darvozasigacha avtomobil bilan berib, darvozaga soqchidan ichiga kirsak bo'lamdi deb so'ragan. Soqchilarga bu degan turma, bu cheklangan rayon deb ularning ichiga kirishiga ruxsat qilmagan. Fransiya agentligining yangi ziyorat doklati Sharq Turkistondagi lager tuzumi va irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarining davomlashayotganligining kuchli dalili sifatida boshqa nopuzli xalqaro axborotlar tarafidan ko'chirib tarqatildi. 2 nafar Xitoy josus komandorining Angliya parlamentida tor tortishga urinishi pash bo'lgandan keyin Angliya hukumati va parlamenti bu masalaning zo'r orqa ko'rinishda o'tirg'i chiqqan bir hodisa ekanligini o'xshamagan nuqtalardan ta'kidladi. Siyosiy gazetining 10-sentabrdagi obzorda aytilishicha, Angliya bosh vaziri Rishi Sunak Xitoy hukumatining Angliya parlamentiga singib kirish harakatining bu darajaga yetib borganligidan bekma andish qilayotganligini bildirgan. U bu vaqtda so'z qilib, davlatimizning demokratiya sistemasiga buzg'unchilik silishni ko'zlagan bundaq qilmishqa biz hargiz sukut qila olmaymiz degan. Shundaqla o'zining 20 davlat boshliqlari yig'ini, ya'ni G20 ga qatnashgan Xitoy bosh ministri Li Changga bu vaqtdagi andishlarini yuzturan aytganligini ta'kidlagan. Angliya parlament a'zolari bu xil josuslik qilmishining faqat mustaqning bir parchasi ekanligini eskartish bilan birga, Xitoyning uzun mezgillik singib kirish harakatining bir maqsadi Angliya hukumati va parlamentidagi Xitoy qarshi eng kuchli ovozlarni o'chirish ekanligini tilga olgan. Konservativlar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Yan Duncan Simmons bu vaqtda so'z qilib, Xitoy hukumati hozir Angliyadagi ko'plagan sohalarga singib kiryapti. Afsuski, Angliya hukumati Xitoyning bu xil singib kirish harakatining xatari va tahdidlarini to'nib yetishdan ko'p yiroq turyapti degan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Rishi Sunak bu ahvolni Xitoy bosh ministri Li Chang bilan uchrashgan yuzturan o'tirib qo'ygan. Li Chang buni inkor qilish o'rniga biz ikki taraf o'tirsidagi kelishalmagan nuqtalarni muvofiq bir yaxlit qilib, qarshi tarafning manfaatiga va andishlariga hurmat qilishimiz lozim deb gap yo'rg'alatgan. Hörmətli görürmənlər, yuqarıda diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.